Xo'p, mani go'zal qizlarim, sizlarga bitta narsa aytib bermoqchiman uxlash haqida. Ko'pchilik homiladorlikda uxlash xavfli deb o'ylaydi. Ko'p uxlasa bola katta bo'lib ketadi deb o'ylaydi. Yo'q, uyqu bu himoya funksiyasi hisoblanadi. Ya'ni ayolimiz qancha ko'p uxlasa, shuncha organizm o'zini o'zi himoya qiladi va yo'ldoshda qon aylanish yaxshilanadi. Lekin bitta narsaga e'tibor berishimiz kerak. Uxlab ham charchoq hissi bo'lsa, bu narsa o'tib ketmasa, uyquchanlik haddan tashqari kuchli bo'lsa, albatta vrachga murojaat qilish kerak. Odatda birinchi trimestrda ayollarimiz 9-10 soat uxlaydi. Ikkinchi trimestrda 8-9 soat uxlaydi. Uchinchi trimestrda yana 8-9 soat uxlaydi. 28 haftadan keyin tepaga qarab uxlash mumkin emas. O'sha uchun ayollarimizni uxlaysan, devermaylar, ularga bog'liq emas, gormonlarga bog'liq.